Mirag'lan Mirzayev huquq tizimidagi faoliyati sababli antibiotik va temir prokuror degan laqablar bilan tanilgan shaxs. U ko'p yillar davomida prokuratura tizimida ishlagan. Uning nomi nafaqat xizmatdoshlar, balki keng jamoatchilik orasida ham tarqalgan. Mirzayevning keskin qarorlari, qat'iyatli pozitsiyasi va hech kimdan cho'chimaydigan fe'l-atvori uni o'z davrida eng ko'p muhokama qilingan huquqiy figuraga aylantirgan. Uni ko'pchilik prokuratura ichidagi prokuror deb atagan. Chunki u qaror qabul qilishda na lavozim, na mansab, na aloqadorlikka qaramasdi. 1990 va 2000 yillarda olib borgan tergovlari, qat'iy siyosati, ayrim rezonanli jinoyat ishlari Mirzayev nomi bilan bog'langan. Ayniqsa poraxo'rlik va jinoyatga aloqador shaxslarga nisbatan qo'llagan keskin choralari, qattiq nazorat tizimi uni jamiyatda temir prokuror sifatida ko'rsatdi. Ba'zilar uchun u adolat ramzi, boshqalar uchun esa qo'rquv manbai bo'lgan. Chunki u ishlagan davrda biror jinoiy ish yoki korrupsion mojaroni yashirish qiyin edi. Uning antibiotik laqabining ortida ham ana shu obraz tasvirlanadi. Tizimdagi eng og'ir kasalliklarni davolashga urinuvchi qat'iyatli prokuror timsoli. Mirag'lan Mirzayevning faoliyati, uning laqablarigacha bo'lgan mashhurligi va keyinchalik yuz bergan voqealar O'zbekiston huquq tizimi tarixidagi muhim davrlardan biri sifatida ko'p yillar davomida eslab kelinadi.